ishtirokchilari milliy malaka tizimi mavzusi bo'yicha muhokama sessiyasining ikkinchi bo'limiga o'tamiz. O'zbekistonda moliya sohasi mutaxassislarini professional sertifikatlash tizimini rivojlantirish uchun me'yoriy huquqiy bazani takomillashtirish mavzusi bo'yicha taqdimotni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Turbek Qudratullayevich Ahmedov o'tkazib berdi. Assalomu alaykum, hurmatli forum ishtirokchilari. Bugun haqiqatdan shu sohaga tegishli bo'lgan juda muhim masalalarni muhokamasini davom ettiryapmiz. Raqam boshida bitta muhim hujjat sizlarga eslatib o'tmoqchi. Avvalambor O'zbekiston 2030 strategiyasi. Hammalar xabarlar bormi, o'ylaymanki, bu turgan mutaxassislar shu hujjatni muhokamasida va takliflar bilan chiqishgan. Bu yerda ikkita juda ham muhim marra qo'yilgan, uchta marra to'g'risida gapiramiz. Birinchisi bu O'zbekistonning 2030-yilga borib yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga olib borishiga marra qo'yilgan. Va bu marra o'tgan yil 20-noyabrda biz muhtaram prezidentimiz yangi saylangan parlament uchrashuvlarida azmi korrektirovka qildi. Korrektirovkasi ham oshirish qilgan nazardan hozirgi kunda bizni mamlakatimiz iqtisodiy o'sish sur'atlari yaxshi tendensiyani ko'rsatayotgani sababli 2030-yilga borib bu marrani 200 milliard dollarga biz oshirishimiz kerak degan taklif va marra qo'ydilar va bu marra agar ahamiyat bergan bo'lsak 2025-yil davlat dasturida o'zini aksini topdi. Ikkinchi masala bu bizni mamlakatimizda xususiy sektorning ulushi qanday bo'lishi kerak degan masala va bu yerda juda muhim ko'rsatish bor. 30-yilga borib bu ko'rsatkich 85% oshishi kerak. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala bu tadbirkorlarning soni. Tadbirkorlarning soni 2030-yilga borib 3 milliondan oshishi kerak degan masala va bu yerda albatta yirik firmalar, kompaniyalar soni oshadi, o'rta biznes ulushi oshadi va albatta shu banklik va umuman turli sohalarda juda katta ahamiyatga bo'lgan kichik va mikro kompaniyalarning soni oshib borishi kutilmoqda. Va bizni partiyamiz saylovoldi dasturini ikkinchi hujjat to'g'risida gapirmoqchiman. Bu O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining saylovoldi platformasi. Bu yerda biz 5 ta maqsad va 500 ta vazifani o'z oldimizga qo'yganmiz va bu hujjat bizni muhtaram prezidentimiz oldiga qo'yayotgan strategiya bilan hamohang. Nima uchun bu to'g'risida men gapiryapman? Tushunarchilik uchun nimaga men bu to'g'risida gapiryapman? Avvalambor bu tadbir O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan, chunki biz asosiy maqsad mamlakatimizda xususiy sektorda tadbirkorlarni ishlarini qo'llab-quvvatlash va shu sohani rivojlantirish. Chunki bizning kelajagimiz faqat shu tadbirkorlik va xususiy inisiativani rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Muhammad shusi kerak. Ikkinchi masala bu biz agar mamlakatimiz iqtisodiyotini va xususiy sektorning raqobatbardoshligini kuchaytirmoqchi bo'lsak, biz albatta tadbirkorlar va tadbirkorlik sohasida xizmat ko'rsatayotgan mutaxassislarning salohiyatini oshirishimiz kerak. Va biz buni bugungi yig'ilish boshida fikr almashdik. 3 million tadbirkor. Ularning ishlaydigan 10 ming yirik kompaniyalar bo'lsin. 200, 300, 500 ming o'rta kompaniyalar bo'lsin. Qolgani kichik kompaniyalar. Savol, shu kompaniyalarni moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun qancha mutaxassis kerak? Bu bir. Ikkinchi, biz Jahon savdo tashkilotiga hozir a'zo bo'lmoqchimiz. Bu degan gap globallashuv jarayonida va jahon bozoriga qo'shilishda biz o'zimizni harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Xorijiy va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishimiz kerak. Degan gap xorijiy investorlar bilan va hamkorlar bilan bitta tilda gaplashishimiz kerak va malaka nuqtai nazaridan hech ham ulardan qochishimiz kerak.
Nima uchun bu to'g'risida gapiryapman? O'zim boshimdan o'tgan masalalar, chunki men 15 yil davomida yirik xususiy oilaviy kompaniyada ishlaganman. Boshida savdo direktori bo'lib, keyin biznes rivojlantirish direktori bo'ldim. Va menga vazifa qo'yilgan, endi bu mutaxassis o'tirishibdi, to'plam bottomlarni men berishim kerak. Bu deganda moliyaviy natija. Qaror chiqartirgan faqat bizga shu moliyaviy natijani isbotlab, moliyaviy natijani bersang, faqat o'shani qo'llab qolmaydi. Xususiy tadbirkorlik maqsadi nima? Xususiy tadbirkorlik maqsadi oxir-oqibat bu daromad topish yoki yalpi daromad ko'paytirish. Xarajatni kamaytirib, iloji boricha ko'proq daromad topish maqsadi. Bu jarayonni boshqarishda, moliyaviy oqimlarni boshqarishda kim yordam berishi mumkin? Tadbirkorlik o'ziga, ta'sischiga kim yordam beradi? Moliyaviy direktor, moliyaviy maslahatchi yoki moliya mutaxassisi. Chunki agar buxgalteriya hisobi statik bitta holatda rasm beradigan bo'lsa, kelajakni aytib beradigan, strategiya bilan bog'lab beradigan mutaxassis bu moliya sohasi mutaxassisi. Va bizda shu kompaniyada IBM degan tizim ishlagan, hozir ham ishlayapti, bu integrated business manager. Turli soha direktorlari birgalashib har oy o'tirishardi, xulosa qilishardi, ishlab chiqarish natijalari, moliyaviy natija va bizning biznesimiz shu strategik maqsadga erishishga qanday ketyapti, qanday muammolar bor va hokazo. Deganda bu kollektiv ish. Faqat masalan 10 ta kostyum sotdilaring, masalan 1000 so'mga tushgan bo'lsa 900 so'mdan sotib oldinglar, xursand bo'lib o'tirishamiz. Chunki agar bu narsani zararga sotadigan bo'lsangiz, shuni o'ylash kerak. Shu nuqtai nazardan juda ham murakkab masala va nima to'g'risida gapirmoqchi edim, ozgina o'zimni prezentatsiyani o'zgartirgan holda gapiraman. Shu masalani rivojlantirish maqsadi biz muhtaram prezidentimiz o'tgan yil oxirida juda muhim qaror qabul qildilar. Bu 345-qaror. Bu O'zbekiston Respublikasida milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Men o'ylaymanki, bu qaror bevosita bugun biz gapirayotgan masalalar bilan bog'liq. Chunki bizning muhtaram prezidentimiz bizni mamlakatimizni raqobatbardoshlik, bizni tadbirkorlarimizni kuchaytirish va ularni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan shu milliy malakalar tizimi xizmat qilishi kerakligini ochiq-oydin bizga ko'rsatib beryaptilar. Bu yerda 5-6 yo'nalish berilgan, men ikkita uchtasini gapiraman. Birinchidan, bu yerda shu sohani normativ-huquqiy institutsional uslubga asoslarini takomillashtirishimiz kerak. Agar qonunlarni taqiqlaydigan bo'lsak, biz qonunlarni, normativ bazani o'zgartirishimiz kerak va bu normativ baza o'ylaymanki global jarayonlar bilan hamohang bo'lishi kerak. Ikkinchi masala bu oliy va professional ta'lim dasturlarini takomillashtirishimiz kerak. Men bilasizlarmi, shu deputatlik davrimida yana mana shu yurtning ichida 2 xususiy universitetga borib ko'rdim. Afsuski, xususiy universitetlarning asosiy talabalarining qismi bu sirtqi o'qiyotgan talabalar. Natijada qanday mutaxassis chiqadi? Kecha men bitta qiz bilan gaplashib ko'rdim. Gaplashib qoldim, siqatdan sizsam Surxondaryoda. Qayerda o'qiysiz? Surxondaryoda. Bo'tilma qilsa sirtqi o'qiyman. Xo'p, sizning maqsadingiz nima deb so'rasam, endi diplom olish. Tushunyapsizlarmi? Mana Mixail Markovich juda ham muhim masalani ko'tardilar. Bu moliyaviy mutaxassislarni 2030-yilga borib kapitalizatsiyasini oshish. Lekin bu kapitalizatsiya kimga tegishli? Haqiqiy jahon talablariga javob beradigan mutaxassisga tegishli kapitalizatsiya. Bu masalan biz hozir minglab agar diplomlarni tarqatib o'tirsak, bu degan gap emas, o'sha minglab mutaxassislardan hammasi shu kapitalizatsiyaga erishadi. Sabab mana bu yerda xususiy biznes vakillari o'tirishib aytishyaptiki, kechirasizlar, agar mutaxassis kuchli, menga haqiqatdan arziydigan, mani biznesni rivojlantirishga xizmat qiladigan va daromad keltiradigan maslahat va xatti-harakat qilmasam, puli to'lamayman. Bir oy ishlar, 2 oy ishlar, lekin oxir-oqibat boshqa mutaxassis olishga majbur bo'ladi. Hattoki hozirgi kunda bizni ayrim kompaniyalarimiz xorijiy mutaxassislarni jalb qilishga majbur. Sabab standartlar bor, etika standartlari bor, yashil moliyalashtirish talablari bor,
iqlimni o'zgarishiga talablar bor. Shu hammasiga agar kompaniya javob beradigan bo'lsa, faqat o'shanda misol tariqasida GSP+ Yevropa hamjamiyatini talablariga javob beradigan kompaniya bo'ladi. Bu kimni bo'yni? Bu qisman o'sha moliyaviy direktori bo'yni. Shuning uchun bu juda ham muhim masala va shuning uchun biz Qonunchilik palatasida avvalambor shu qonunlarni o'zgartirish masalasini o'ylayapmiz. Bu mavzuga tayyorlanishda men xorijiy tajribani o'rgandim va 3 ta misol keltirmoqchiman. Misollar ko'p bo'lishi mumkin. Qonunchilik bazasi to'g'risida. Rossiya Federatsiyasidan olaylik. Malakani mustaqil baholash to'g'risidagi federal qonun. Belorussiya malakani mustaqil baholash va sertifikatlash to'g'risidagi qonun. Va Qozog'iston professional malakalar to'g'risidagi qonun qabul qilingan va ishlayapti. Bizda nima qaysi qonun shu masalani hal qiladi? Qonuniy baza bormi? Yo'q. O'shanga biz bugungi forumning natijasi sifatida tashkilotchilar o'zimiz ham va bizning fraksiyamiz bitta harakat qilishimiz kerak. Shu qonunchilikda bo'lgan bo'shliqni to'ldirishimiz kerak. Nima orqali? Mana taklifim milliy kasbiy malakalar tizimi to'g'risidagi qonun. Balki uning nomi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin asosiy masala biz shu tizimni muhtaram prezidentimiz o'tgan yil sentyabrda qabul qilgan o'zlari qarorlarida berilgan vazifalarni bajarishimiz kerak. Bilmadim, kim tashabbus bilan chiqadi? Hukumat chiqadimi? Biz fraksiya sifatida yoki balkim ekspert o'tirish kurlarini birgalashib uchun chiqamiz, lekin bu ishni baribir qilishimiz kerak. Sababi agar biz o'sha 200 milliardga yetishmoqchi bo'lsak, raqobatbardosh bo'lmoqchi bo'lsak, Jahon savdo tashkiloti a'zolarida biz haqiqatdan o'zimizni haqiqiy o'rnimizni egallamoqchi bo'lsak, eksportni rivojlantirmoqchi bo'lsak, shu masalani hal qilmaguncha biz bu masalaga erishishimiz juda ham qiyin bo'ladi va ozgina qoloqchilik bo'lishi mumkin. Endi qonunchilik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, biz hozir Qonunchilik palatasida fraksiyamizdan boshqa qo'mitalar a'zolari qonunchilikni biz hozir xatlovdan o'tkazganmiz va o'sha 2030 strategiyasini bajarish uchun qanday qonunchilikda biz bo'shliqlarimiz bor, nimani o'zgartirishimiz kerak degan masala. Va boshqa qonunlarda ham biz bo'shliqlarni ko'ryapmiz. Ta'lim to'g'risida qonun bo'ladi, professional tashkilotlar to'g'risida qonun bo'ladi va boshqa qonunlar o'shanga birgalashib, men o'ylaymanki shu masalani tahlil qilib, shu yechimini bir topishimiz kerak. Ikkinchi masala bu ta'lim standartlari masalasi. Endi men bilmadim, gap ochib kim o'tdi, qanday fikrda bizning mamlakatimizda 200 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatishadi. Har ular va ularni berayotgan bilim darajasi har. Savol tug'iladi, qaysi standartlarga ular asoslanib bilim berishadi yoki ularning o'quv dasturlari qaysi standartlarga asoslangan? Mana shu moliya sohasi to'g'risida gapiryapman. Qandaydir bitta andoza bormi? Kelishilgan bitta qandaydir standart bormi? Qandaydir talab bormi ularni oldida o'sha oliy ta'lim bakalavr tayyorlaganda qanday ular ko'nikmalarga ega bo'lish kerakligi to'g'risida. Savolga o'zingiz javob bering. Ya'ni bu sohada ham biz qiladigan ishimiz ko'p. Yana ming afsus, men aytganimdek o'sha xususiy universitetda o'qiganimda mana shuni ko'rdim. Birinchidan kim dars beryapti, nimani o'qityapti, nimaga asoslangan holda va hokazo. Tushunaman, akademik erkinlik bo'lishi kerak, lekin akademik erkinlikning ham chegarasi bo'ladi. Chegarasi degani kamini shu bilimni bersa, u yog'iga qolganini gapiradi. Lekin agar shu asosiy fundamental bilimni bermasdan, fundamental o'sha moliya mutaxassisi ega bo'lish kerak bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumotki bozorda keyin bu mutaxassisi o'z o'rnini topa olishi mumkin. Chunki hozir bozor munosabati juda ham kuchli raqobat. Ko'ryapsizlar, masalan, har yili oliy ta'limda bizda yuzlab minglab mutaxassislar bozorga kirishgan. 1 milliondan ortiq rezyumelar nima to'g'risida gapiradi? Vakansiyalar 22 ming.
Bu deganga bitta vakansiya nechta rezyume kelgan? To'g'ri kelgan. 50 tami, 60 tami? Buning ichidan eng zo'r yutib chiqish kerak. Bu juda ham muhim masala. Bu nima deydi, o'zini olgan bilimlarini haqiqatdan amaliyotda natijasini olish va o'zining kelajakda shu sohada mutaxassis sifatida shakllanishga va karyerasini shakllantirishga o'rnak bo'lishi kerak. Endi standarti to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bitta asosiy g'oya. Hamma narsa o'zgaryapti. Mana asosan vakillari gapirdilar, aytdilarki, har yili standartlar o'zgaradi. Bu deganga plank oshyapti. Plank oshyapti. Plank oshgandan keyin unga qo'yilayotgan talablar ko'payyapti. Masalan, 10 yil oldin yashil, bolalar yashil so'ralmay ishni gapirmagan. Iqlim o'zgartirish to'g'risida ishni gapirmagan. Barqaror rivojlanish maqsadlari to'g'risida ishni gapirmagan. Hozir gapiryapmizmi? Bo'lgan gap xohlaymizmi? Shu talablarga har bir korxona o'zini faoliyatida javob berishi kerak. Nima uchun? Misol keltiraman. Masalan, rivojlangan mamlakatlarning bozorlariga ayrim talablarga javob bermaydigan, ishlab chiqarilgan mahsulot turlari kiritilmaydigan qarorlar qabul qildi. Misol, Yevropa hamjamiyati rezolyutsiya qabul qilmoqchiki, agar iqlimga zarar keltiradigan mahsulot ishlab chiqariladigan bo'lsa, o'sha texnologiyalar Yevropada sotilishga imkon berildi. Bu deganga qo'shimcha talab qo'yilyapti. Birinchidan, boshqa mamlakatlarda texnologik jarayonlar, umuman iqlimga bo'lgan munosabatni o'zgartirish. Ikkinchidan, planni yana oshyapti. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, agar moliyaviy direktor qandaydir investitsion loyihani to'g'risida xulosa berayotganda yoki o'zini rahbariyatiga yoki ish beruvchilarga tavsiya berganda ichkilik kechirasizlar, buni natijasida sizlar kutayotgan moliyaviy natijani olamizda yoki bu moliyaviy natija barqaror bo'lmaydi. O'sha qilayotgan investitsiyani to'liq qoplash uchun sizlar bu orqali erishmoqchi bo'lasiz. O'shanga bu juda ham muhim masala bor. Yana bitta juda muhim masala bu prezident qarorlarida ham birinchi marta ilk bor bayon etildi. Bu norasmiy ta'lim va informal ortilgan ko'nikma va malakalarni baholash masalasi. Mana CPA degan sertifikatni bilasizlar. Bu ko'pincha mustaqil ravishda olinayotgan ko'nikmalar va sertifikat, to'g'rimi? Mustaqil ravishda yoziladi odam, ishlaydi o'z ustidan, 1 yil ichida oladi, 5 yil ichida oladi, 10 yil ichida oladi, bu o'ziga bog'liq bo'ladi. Lekin bu jahon bozorida tan olinadigan sertifikat va bu sertifikatni talablari yildan-yilga o'zgaradi. Juda ham qiyin, men bilaman, chunki bizni shu hamkasblarimiz o'sha xususiy biznesda ishlaganida aytishadiki, men kechasilari haftalab shu ustida ishlayman, juda ham qiyin masala, men ulgurmayapman va hokat shu dunyoda o'zgarishi talablar bor. Uchinchi muhim masala bu malakani baholash tizimi. Xo'p, masalan, mutaxassis diplomdan keyin uni baholash qanday qilish kerak? Bu yerda 3 ta mana muhtaram prezidentimiz yana bir marta shu o'zlarining qarorlarini 3 ta tushuncha kirityaptilar bizning amaliyotimizga. Bu birinchisi bu skills anticipation. Bu deganga ko'nikmalarni prognozlashtirish oldin. Aytilyaptiki, 5 yildan keyin nima kerak? Chunki siz masalan hozir o'qishni boshlasangiz, bozorga 4-5 yildan keyin kirasiz. Qanday ko'nikmalar o'shanda kerak bo'ladi? Haqiqatan to'g'ri yo'ldan ketyapsizmi yo'qmi? Sizga kerakli bilimlar berilyaptimi? Siz o'sha ko'nikmalarga javob berishga imkoniyatingiz bo'lishi. Keyingi masala, korxona o'ziga masalan ishni olayotgan paytda skills needs analysis degan narsa. Qaysi ko'nikmalar bilan sizga mutaxassis kirib kelishi kerak? Masalan, o'sha moliya direktori mana Mixail Markovich to'g'risida gapirdi. Undan nima talab qilish kerak? Nima kutish kerak degan narsa. Ko'p holatlarda bizni ish beruvchilar bu narsaga javobi yo'q. Bilasizlarmi, o'sha Amerika kompaniyasidan keyin o'zimizni bitta yirik O'zbekistonda top kompaniyasiga ishga borgandan keyin 3 oydan keyin bilasizmi nima deyishdi? Ishchilarga bizning kompaniyasiga to'g'ri kelmas ekan bu. Siz boshqa dunyoda bizni ham tasdiqlayapti. Muhammad mismatch deydi.
umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki ularni o'sha qo'yayotgan talablari yaşlı iqtisodiyot sohasida ishlagani, sxemalar hammasi rivojlangan kompaniyalar yoki masalan, korporativ etika talablariga javob beradigan kompaniyalarga to'g'ri kelishga uzr ishlarni qo'ldan ko'tarib bizlar adashmiz. Sizdan uzr bekor vaqtingiz ketdi. Yana bitta narsa bu skills gap analysis. Bu yerda o'sha berilayotgan bilimlar, ko'nikmalarni qanday bo'shliqqa to'ldirish. Bu nima uchun men gapiryapman? Bu o'sha standartlar to'g'risida gapirganimizda malakalarni baholash nuqtai nazaridan shu narsani hammasi muntazam ravishda ishlashimiz kerak va buni qonunchilikda ham biz bog'limaga qandaydir uxlab qo'yishimiz kerak. Sababi agar shunday talab bo'lmasa, masalan, agar oliy ta'lim vazirligi o'sha oliy ta'lim malakali standartlarni belgilovchi tashkilot sifatida ishlaydigan bo'lsa, qandaydir boshqa tashkilot bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha o'zgarayotgan talablarni bo'shliqlarni to'ldirish, rejalashtirish va bu narsani oldini yetib berish masalasini bilish kerak. Nima uchun bu to'g'risida gapiryapmiz? Endi biz partiyamiz birinchidan biz raqobatni tarafdorimiz. Hammamiz ko'ryapmiz. Har qadamda biz raqobatga duch kelamiz. Masalan, oddiy do'konga kirsanglar, kimdir somsa sotayotganda va hokazo katta kompaniya, masalan, avtosanoat. O'tgan hafta avtosanoat bilan bizlar juda muhim masalani muhokamalashdik. O'tgan talab bizda kelajak nima? Jahon bozoriga qanday mahsulotlar chiqyapmiz? Bizdan yordam kelgan paytda natijani qachon biz uchimiz mumkin emas. Bu hammasi o'sha moliyaviy boshqaruv, shu moliyaviy oqimlarni to'g'ri boshqarishga bog'liq masala. Endi so'zimni cho'zmayman, professorman, kechgacha gapirishim mumkin. Bitta narsani aytmoqchi. Asosiy men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, biz parlamentda fraksiyamizda avvalambor shu moliyaviy mutaxassislar tizimini rivojlanishiga tarafdorimiz. Bu bir. Ikkinchidan, qonunchilik nuqtai nazaridan qiladigan ishlarimiz ayron. Bizga mutaxassislar va ekspertlar yordami kerak. Chunki masalan, men o'zim shaxsan moliya sohasi, buxgalteriya sohasida mutaxassis emasman va bizni qonunchilik palatamizda 150 deputat o'tiradigan bo'lsa, ularning ichida balki ikkitasi shu ko'nikmalarga ega, lekin biz qonunlarni amalga oshirganimizda muhtaram prezidentimiz ikkita talab qo'ydi. To'g'ridan to'g'ri natija beradigan qonunlarni ishlab chiqarish kerak. Ikkinchisi xalqcha va bizlar rivojimizga xizmat qiladigan qonunlar bo'lishi kerak. Shu o'shanga agar biz shu kasbiy malakalar to'g'risida qonunchilik ishlab chiqadigan bo'lsak, shu qonunchilik moliya sohasida tayyorlanadi. Umuman hamma sohalarda, meditsina bo'ladi, boshqa sohalar bo'ladi, malakaviy ko'nikmalarni va bizni milliy shu malaka tizimini shakllanishga xizmat qiladigan qonunchilik ishlab chiqishimiz kerak. Shuning uchun tashkilotchilarga katta rahmat va biz partiya nuqtai nazaridan shu jarayon tarafdorimizki, bizni mamlakatimizda tadbirkorlik kuchli moliyaviy direktor va moliyaviy mutaxassislarni qo'lida bo'lsa, o'shanda biz tinch bo'lishimiz mumkin. Global raqobatda O'zbekiston o'zini munosib o'rnini topadi. Rahmat.